Bilaman, dedingiz juda nozik, chiroyli uylarni tanlab qo'yasiz. Endi bu tanlagan uyingizga chiroyli gilam yoyishimiz kerak. Biz o'shaning uchun sizlarga sak do'konini tanishtirib beramiz. Xo'p, kelinglar, undan oldin lokatsiyaga to'xtaladigan bo'lsak, katta halqa yo'lini shundoqqina Korzinkaning ro'parasida Toshkentdagi eng katta rasmiy sak do'konida turibmiz. Hozir buni ichini ko'rasizlar, o'zingizlar bitta baho berasiz. Bu yerdagi assortiment prosta bomba. Qani ketdik. Kirishim bilan birinchi o'rinda mana shu interyer menga juda ham yoqdi. Ko'ryapsizlar, bozordan, tubdan farq qiladi. Bu yoqqa kelgan mijoz o'ziga yoqqan gilamlarni bemalol xarid qilsa bo'ladi. Bu yoqda ko'rayotganingizdek 100 mingdan ortiq assortiment bor. O'zingizga yoqqanini bemalol tanlab zakaz qilsanglar ham bo'ladi. SAK kompaniyasi dunyo bo'yicha top 3 talikka kiruvchi milliy brendimiz. 20 dan ortiq davlatlarga eksport qilinadi. Ko'ryapsizlar, gilamlarni o'zingizga yoqqan turini tanlasanglar bo'ladi. SAK do'konlari O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatda mavjud. Hozir sizlarga bularning afzalligini tanishtirib beraman. SAK do'konlarining barcha filiallarida narxlar bir xil bo'ladi. Sun'iy ravishda oshirilmaydi. Sizga kiyinishingizga qarab unaqa muomala bo'lmaydi. Ko'ryapsizlar, narxlar yozib qo'yilgan. Любой filialga borib mana shu narsa bilan tanishib olsangiz bo'ladi. SAK kompaniyasining yana bir qulayliklaridan aytaylik, mana shu gilam sizga yoqdi, lekin naqdga xarid qilishga imkoniyatingiz yo'q. SAK kompaniyasi o'zi tuzilgan sistemasi bo'yicha sizlarga 3 oydan 12 oygacha muddatli to'lovni taqdim qiladi. Hech qanaqa bank aralashmaydi. Shundoqqina o'sha любой filialiga borib, yoqtirgan gilamingizni olib, showroom o'zida bemalol xarid qilsanglar bo'ladi, ya'ni muddatli to'lovga. Agar xonangiz razmeri nostandart bo'lsa, mana shu tanlagan gilamingiz xonangizga tushmasa, sizga boshqa gilam taklif qilib o'tirilmaydi. Nukus filialidan yoki Samarqand filialidan topilgan gilamni sizga olib kelish. Agar u yoqda ham topilmasa, siz uchun maxsus SAK kompaniyasi o'zi ishlab chiqarib va bepulga uyingizga yetkazib beradi. Agar siz uyingiz high-tech, klassika bo'ladigan bo'lsa, umuman muammo yo'q. SAK do'konining любой filialiga kelasizlar, o'zingizga yoqqan gilamni olasizlar. Bu yoqda klassik, high-tech turdagi gilamlarning barcha turlari mujassam qilib sizlar uchun taxlab qo'yilgan. Mana shu ko'rib turgan gilamingiz O'rta Osiyoda va MDH davlatlari orasida faqatgina SAK kompaniyasi ishlab chiqardi. Ko'ryapsizlar, o'ta go'zal gilam. Mana shu ko'rayotgan gilaminglar sizlar ko'rayotgan televizordan 2 barobar tiniqroq. Ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli. SAK yengillik qilishda to'xtamayapti. Aynan mana shu qo'limda ushlab turgan gilam daraxt tolalaridan olingan, kolleksiya nomiga keladigan bo'lsa, Anatolian Sirk. SAK kompaniyasini xohlagan filiallarga borib, mana shu ko'rib turgan metrli gilamlarni xarid qilsanglar bo'ladi. Metrli gilamlarni ham ko'ryapsizlar, har xil assortimentlarni sizlar uchun olib kelib qo'yishgan. Bemalol SAK filialiga borib, xohlaganingizni tanlab olsanglar bo'ladi. SAK do'konlarining barcha filiallarida, ya'ni tekstil mahsulotlar sotiladi. Ko'rpacha, pastel, sochiqlarni bemalol hamma filiallardan xarid qilsanglar bo'ladi. Endi hammaga bunaqa chiroyli gilamlar narxi qiziq bo'lsa kerak. Xo'p, narxlariga to'xtaladigan bo'lsak, 53 ming so'mdan 1 million so'mgacha kvadrat metri boshlanadi. Bemalol SAK do'konlarining barcha filiallariga kelib, o'zingizga yoqqan gilamni xarid qilsangiz bo'ladi. Bu esa SAKga Toshkentdagi ikkinchi rasmiy do'koni bo'ladi. Keling, lokatsiyasi bilan sizlarni qisqacha tanishtirib beraman. Bu yoqdan ko'rib turibsizlar, to'g'ri o'sha Malika mostidan tushishi va Qazmahallaga ketaverishda shundoqqina yo'lli bo'yida kattagina qilib yozib qo'yibdi SAK do'koni. Bu yoqdan eksklyuzivniy gilamlar bor. Qani bo'lmasam ichini ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Bu do'kon ham interyeri bilan boshqa do'konlardan ajralib turibdi, lekin meni birinchi o'rinda diqqatimni tortgan, sizlar hayotingizda ko'rgansizlar, ilon terisi ishlatilgan gilamni. Ko'rmagan bo'lsanglar, men sizlarga ko'rsataman. Qani kelinglar. Xo'p, bu yoqdagi assortimentlarni ko'rasizlar. Barcha filialda o'sha bir xil assortiment, uni farqi любой filialga borib, o'zingizlar yoqtirgan gilaminglarni olsanglar bo'ladi. Men sizlarga aytayotgan ilon terisi ishlatilgan gilam mana shu bo'ladi. Ko'ryapsizlar. Mana shu joylarda Afrikadan keltirilgan haqiqiy piton terisi ishlatilgan. Mana ishonmasanglar, mana shu haqiqiy ilon terisi qilingan. Ko'ryapsizlar. Mana bu yerda ko'rayotgan yaltiryapti. Ko'ryapsizlarmi? Bu oddiy tosh emas, noyob tosh, Swarovski toshlari ishlatilgan. Mana sizlarga obrazes bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Kelib do'konlarda turibdi. Haqiqiy qimmatbaho toshlar ishlatilgan. Xo'p,
Bu kolleksiyaning nomiga keladigan bo'lsak, Regalia kolleksiyasi ko'ryapsizlar, boshqa gilamlardan ajralib turibdi. Chunki bu yerda ishlatilgan ilon terisi, o'sha Swarovski toshlari gilamimizga o'zgacha did bag'ishlab turibdi. Bu do'konimiz ham boshqa do'konlardan ajralmagan holda barcha qulayliklar mavjud, ya'ni o'sha yetkazib berish va assortiment jihatdan ko'rib turganingizdek hech qaysi filialdan qolishmaydi. Sag'ga barcha do'konlardan gilamlarni, o'zingizga yoqqan gilamlarni xarid qilsangiz bo'ladi va uyingizga yetkazib berish, yoyib berish mutlaqo bepul. O'zingizlar ko'rib turibsizlar, Toshkentdagi ikkita rasmiy do'konlardan sayohatni amalga oshirdik. U yog'i o'zingizlarda qolgan gap, xohlagan filialga borib, o'zingizlar yoqqan gilamni tanlab xarid qilsangiz bo'ladi.